Assalomu alaykum chorva ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Mana sizlar uchun yangi partiyada enabola egizak qo'ylarimiz keldi. Bitta ikkita yoki bolali, bitta egizak. Egizakchidan ham bor, egizak so'raganlarga. Xo'p, ma'lumotlarni beraveramiz. Bunisiga bitta bolasi qo'chqor, mana bolasiga 15 kunlik bo'ldi. Tishi ektish birinchi qorin. Bunisiga tishi 6, bolasi 15 kunlik bo'ldi. Mana shu qora qo'zi. Mana yaltiraq, silliq. Mana bunisi egizakchi. Buni bolalari ikkalasi ham qiz bo'lgan bo'lsa, bolalari tug'ilganiga 10 kunlik bo'lgan yo'q hali. Ikkala bolasi ham qiz bola, ko'paytiraman deganlar uchun. Ikkita bolasi. Biror ham egizak tug'ib bersa, yildan keyinga 6 ta tug'iladi bittada. 6 ta tug'ilsa 9 ta bo'ladi. 3 tasi ikkitadan tug'sa 6 ta bo'ladi. Ko'payib ketaveradi. Obunachilar narxlari keladigan bo'lsa, bir joyga olaman deganlarga 9 milliondan deyapmiz. Ozmoz o'tib beramiz. 9 million so'mdan. Egizakchisi ham ketaveradi ichida. Buni ichida ikkala bolasi qo'chqor, bitta yakkaliklar. Buniki qiz bola, ikkalasi ham Fatima Zuhra. Bularniki qo'chqor. Mana. Beldirmaysa qo'zi bor. Silliq, qo'zilar. Buni olib qo'ysalar ham bolalarni sotasizlar, xudo xolasa. Enalasizlarga yarim pulga bekarga olib ketadi. Ana qo'zini qarang, kallaylarni. Obunachilar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar. Narxlari 9 milliondan deyapmiz bir joyga. Egizakchini o'zini olaman deganlar uchun 11 million so'mga beramiz. Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. 11 million so'mga. 9 milliondan mana Samarqandgacha dastlabki. Telefon qilaverasizlar, telefon qilgan odam ishini bitiramiz. Samarqandgacha dastlabkilar besplatni uylarga yetib boradi, pulni uylarda sanab berishadi. Obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ektish mana bunisinikiga. Bolasi 15 kunlik. Mana. Buniki ham 15 kunlik, tishi 6 ta enasini. Mana. Oqbosh. Onaniki oqbosh. Bolasi oqbosh. Bu egizakchi. Ikkovi ham sariq. Obunachilar aloqaga chiqaverasizlar, kimga qiziq bo'lsa. Obunachilar ikkinchi partiyasiga xuddi shunday. Bitta egizakchi, ikkita yakka bolali. Enalarchi, egizakchiniki 4 ta tishi, bu ikkitasiniki 6 tadan tishlari. Xo'p, ma'lumotlari endi mana shuniki bolasi oldida turgan qo'chqorcha. Bu egizakchiniki bunisi mana bu bolasi so'liqcha. Bolasi so'liqcha mana shu. Bu egizakchiniki mana tak. Mana bittasi u, bittasi bu. Mana shu ikkovi. Bitta qo'chqor, bitta so'liq bolalari. Xo'p, uchalasini bir joyga olaman degan odamlarga, qiziqqanlarga bir joyga olaman, boqaman, ko'paytiraman deganlar uchun 8 million 500 ming so'mdan beramiz. Samarqandgacha bo'ladi, ham dastlabkilarni beraveramiz. Ikkitasini 6 tadan, bittasini egizakchimizga 4 ta. Obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bolalari ikkita qo'chqor, ikkita so'liq bo'ladi shunda. Bir qo'ra qilib, ko'paytirib, qo'yib yuraman, boqaman deganlar uchun 8 million 500 ming so'mdan bo'lsa, ikkinchi partiyani chiqaring menga degan hoji bobolarimizga 8 million 500 ming so'mdan beraveramiz. Bitta egizakchi, ikkita yakka bolali. Bolalari mana. Ana o'zini qarang. Egizakchini qo'chqorchasi. Ana qarang. Bo'lgan bo'lsa egizakchimizga 3 kun yo 4 kunlik bo'ldi egizakchilarimiz. Uyimizda tug'ilgan o'zi. Shonch deb bildirmaymiz qo'ylar va o'zimiz uyda qo'ylari. Yemoqchi bolaga 10 kun garantiyasi bor. Xo'p, yetib boradi, pulni sanab berasizlar. Yetib boradi. Arzoni bizda. Obunachilar, obuna bo'lmaganlar kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab kuzatib turasizlar. Kommentariy portlatinglar, otangga rahmat, gaziga bos deganlarga chiqaraveramiz. Kunora. Obunachilar.
narxlari 8 million 500 million to'lasin olgan odamga. Egizakchini o'zini chiqaring degan odamga 10 million 500 ming so'mga bo'lsa yetkazib olib borib beramiz. Samarqandgacha 10 million 500 ming so'mga. Obunachilar orqaga chiqaverasizlar.